Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana quroq darslarimizni yana boshlaymiz. Quroqlarimiz sizga yoqayaptimi, yo'qmi? Kommentariya yozinglar agar savollar bo'lsa. Men tushunib, bilib olishim kerak. Qanaqa quroq kerak sizlarga? Qaysi yoqayapti, qaysi yoqmayapti? Qaysi rangdagi anaqalar? Savollar bo'lsa beringlar, kommentariyada yozinglar. Mana hozir biz mana ko'k va oq rangimizdan ko'rpacha tikyapmiz. O'shanga tikkan qurog'imizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana lentalarimiz har doimgidek 2,5 ga 2,5 va 2,5 sm qirqib olingan. Ko'ki ham 2,5, oq ham. Ko'k va oq rangdan foydalanamiz. Mana bu burchaklarimiz esa 4,5 ga 4,5 qilib kesib olingan. Mana 4,5 ga 4,5 va o'rtasidan kesganmiz. Oq ham, ko'k ham xuddi shunday. 4,5 ga 4,5 sm. 3 burchak qirqib olganmiz. Mana bu burchaklarga joylashtiramiz. Mana bizga oq mato kerak bo'ladi. Tagiga har doimgidek bunga ko'z qo'yamiz. Ko'zimiz 3 ga 3. 3 sm ga 3 sm. Mana tukuni o'ng tarafga qaratib tikishni boshlaymiz. Bu matomizning razmeri 18 ga 18. Oq matomizni razmeri. Har doimgidek ruchka bilan o'rtasidan belgilab olganmiz. Teng o'rtasini o'sha yerga ko'zimizni qo'yib tikib boshlaymiz. Mashinkamizni yoqamiz, svetini pasaytiramiz. Tikib boshlaymiz. Mana ko'zimizni qotirib oldik. Endi oq lentalarimizdan boshlaymiz. Birinchi oq lentadan boshlaymiz. Mana bunimiz o'rtada ko'zimizga tukuni pastga qaratib, har doimgidek pastga tarafga qarash kerak. Mana qo'yib tikib boshlaymiz. Tekis to'g'ri qo'yishimiz kerak. Tushunarli bo'lyaptimi videolarimiz, yo'qmi? Qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, javob beramiz. Mato anosida tushunarsiz savollar bo'lsa, to'g'risida, mato to'g'risida yoki quroqlar to'g'risida qiziqarli savollaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Biz javob beramiz sizlarga jon dilimiz bilan. Mana ikkita oqimizni tikdik. Endi bu yonboshidan ikkita ko'kdan boshlaymiz. Ko'kimizni ham tukuni pastga qaratgan holda mana qaratib olamiz va tikishni boshlaymiz. Har xil quroq turlari bor. Mana YouTube kanalida ham biz o'zimiz ko'ryapmiz. Har xil quroqlardan foydalanib ko'rpacha, yostiqlar tikilyapti. Eng ma'qul bo'lgan quroqlar, yostiqlarga, ko'rpachalarga bo'lgan quroqlarimiz hozirgi kunda urfga kirgan ko'rpacha, yostiqlarga ko'p ishlatilyapti. Mana hozir bizda ozroq xato ketdimi? Ko'proq ichkariroqqa tikilib qo'ydi. Endi tashqariga tikdik. Ko'p ichkariga tikilib ketsa ham hammasi chiziqlarning razmeri bir xil bo'lishi kerak-da lentalarimiz. Ichkariga ham kirib ketmaslik kerak. Tashqariga ham kirib ketmaslik kerak. Mana. Endi bu lentalarimizga ko'z qo'yib boshlaymiz burchaklardan. Mana 3 burchagimizni 4,5 ga 4,5 qirqib olgandik. O'shani qo'yib boshlaymiz. Mana o'rtadan qo'yamiz. Ikki chekkasidan chiqib turishi kerak. Ozroq. Tikiladi. Mana ochiladi. Mana. Endi bu tomoniga oqdan qo'yamiz. Oq burchagimizni qo'yamiz. Mana oq burchagimizni, mana burchaklarimizni yopyapti. Ana shu to'g'ri bo'ladi yopsa. Endi yana oq lentamizdan davom ettiramiz. Oq lentamizni yana tukiga qaraymiz.
pastga qaragan bo'lishi kerak va tikishni boshlaymiz. Ortiqcha qirqib tashlaymiz. Yana oqimizni davom ettiramiz. Zagribga beramiz. Tashlaymiz. Mana endi ko'k lentamizni davom ettiramiz. Ko'pincha har xil ranglardan ko'ra ikki xil rang, o'tkir rang bilan ochiq rang, oqmi yoki bejevimi yoki sariq, pushti, ochiq pushtilar, o'tkir rang bilan foydalansa faqat ikki xil rang. O'sha chiroyli chiqyapti. Hozir biz quroqlarimizda har xil ranglardan ham foydalanganmiz, lekin ko'proq ikki xil rangdan tikilsa matolarimiz yana ham chiroyli ko'rinish beryapti. Ko'rpachalarimizda, yostiqlarimizda. Hozir biz ko'rpacha tikyapmiz. Bu quroqdan foydalanib ko'rpacha tikyapmiz. Keyin yostig'ini ham tikamiz. Endi yana bularga burchak qo'yib boshlaymiz. Mana oq lentamizga ko'k burchak qo'yamiz. Ko'k lentamizga oq burchak qo'yamiz. Mana endi oq lenta qo'yamiz. Tikishda qiyshiq ketmasligi kerak. Endi yana lentalarimizni davom ettiramiz. Oq lentamizni tukuni pastga qaratgan holda mana ko'ramiz. Har tikkanda e'tibor qilamiz. Endi ko'k lentamizdan davom etamiz. Yana ko'k lentamizni ham tukuni pastga qaratganiga ishonch hosil qilamiz. Bu quroq tikish ancha zerikarli ish hisoblanadi, lekin vaqtni oladigan, lekin bir tikib o'rgangan odam ko'rpachalari chiroyli chiqursa kundan kunga chiroyli chiqqaniga qarab yana ham tikishni istayveradi odam. Ko'rpachalarimizni zakazga tikib sotamiz. O'sha uchun har kuni shu quroqlardan foydalanib ishimiz shu ko'rpacha tikamiz. Mana endi bunga yana ko'k burchagimizdan qo'yib boshlaymiz. Mana ko'k burchagimiz, mana. Olmos teshib ketsa to'g'rilab olamiz. Mana. Endi yana oq burchagimizdan qo'yamiz. Ko'k lentamizga oq burchakdan qo'yamiz. Ozmas xato ketdi. Ozmas xato ketyapti. Shuni olib tashlaymiz, hech qisi yo'q. Shuni sotib tashlaymizda boshqatdan tikamiz xato ketsa. Negaki qiyshiq ketsa agar bu bo'lmaydi, keyin xato bo'ladi. Oxiri bitgan payti chiroyli chiqmaydi. O'sha uchun
sotib tashlab yana qaytadan qilamiz, tikamiz buni. Mana endi to'g'ri chiqdi mana. Mana endi yana oq lentamizdan qo'yamiz. Oq lentamizning tukuni pastga qaraganiga ishonch hosil qilamiz. Xuddi mana shu quroqdan, turna qator quroq deyiladi. Xuddi mana shu quroqdan ko'p foydalanamiz biz. Chunki chiroyli ko'rinadi. Ko'rpachalarga, ayniqsa o'rtasiga. Mana shu quroqdan ko'p foydalanamiz. Burchak qo'yib. Yaltiroq matolardan burchak qo'ysak ham bo'ladi. Bu ham chiroyli chiqadi. Faqat ko'rpachaga yaltiroq material ketmaydi. Yostiqlariga qilsak bo'ladi. Mana ko'kidan. Ko'k lentamizga keldik. Lapka bo'yi bilan tikilsa bir tekisda chiqadi hamma qatorimiz. Bir tekisda chiqadi. Mana ko'k lentamiz. Bizda hozir bu qurog'imiz 16 santimetrlik bo'lib chiqadi. Mana 1 2 3 3 ta ko'z qo'ydik. Hozir yana bittadan ko'z qo'yamiz. 4 tadan ko'z bo'ladi. 4 tadan ko'z bo'ladi. Shunda 5-qator yopiladi. 4 qator qilib tikadigan bo'lsak, kichkinaroq chiqadi. O'sha uchun biz 16 santimetrlik uchun 5 qator yuramiz. Mana 1 2 3 4. Endi 5-qatorga yuramiz. Mana yana boramiz. Endi oq burchakdan qo'yamiz. Mana oq burchak, ko'k burchak. Mana bizda burchak qo'yish tugadi. Endi chekkalarini yopamiz. Chekkasini yopib boshlaymiz. Mana oqdan yopamiz. Lentamizga qaraymiz, pastga, tuki pastda bo'lganiga. Mana shu bilan qurog'imiz bitadi. Orqasini qirqib tashlaymiz. Mana endi ko'k lentamizdan qo'yamiz. Mana endi ko'k lentamizni qo'yamiz. Mana tukuni pastga qaratib chekkalarini yopyapmiz. Tukuni pastga qaratamiz. Mana qurog'imiz bo'ldi. Endi chekkalarini yopib chiqamiz. Mana endi chekkalarini yopib chiqamiz.
xuddi shu shaklda chiroyli qurog'imiz tayyor bo'ldi. Mana ko'k va oq rangdan. Endi bu qurog'imizni biz birlashtiramiz. Mana biz ko'rpachaga ishlatayotgan qurog'imiz. Mana shundan yana bitta tiksak, bitta to'rtburchak hosil bo'ladi mana. Bunday qilib ulanadi. Agar ulanish jarayonlarini ko'rsating, biz qanaqa deb qiziqib noqsanglar, bilishni xohlasanglar, bir-biriga ulash jarayoni ham oson emas, juda qiyin. Bir-biriga to'g'ri tushib, uni qilishlari. Qanday qilib birinchi qaysi tomondan tikiladi, bu materiallar cho'ziladi, uni qiladi. O'shanga agar sizlarda savol tug'ilsa, bir-biriga birlashtirish haqida tushunmasanglar, tushunmayotgan joylaring bo'lsa, kommentariyada savol-javob qilib yozinglar, javob beramiz. Mana yana bir tarafiga bitta tikilsa, shundan to'rtburchak hosil bo'ladi bizda. Bu ko'rpachaga ishlatilyapti. Hali ko'rpachamiz tayyor bo'lsa ham ko'rsatib o'tamiz, tushuntirib. Quroqlarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosing videolarimizga, obuna bo'ling. Hammangiz uchun rahmat.